Bu ChatGPT va hozirgi kundagi eng mashhur bo'lgan sun'iy intellektlardan biri hisoblanadi. Biz esa bu videoda aynan Minecraft uchun ChatGPTdan challenge olamiz. ChatGPTga kirdim va menga Minecraft uchun challenge berishini so'radim. Va u menga bir-biridan g'alati challenge'larni berishda davom etaverdi va men bundan-da qizig'roq challenge so'raganimda esa men bu challenge'lar ichidan top 4 ta challenge'ni tanlab olishga qaror qildim. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Va bizda birinchi challenge 1 daqiqa ichida 5 ta tosh qazib olishimiz kerak. Qani, ketdik. Okey, qani. Yaxshi, o'rmonzorda spam bo'libman. Xullas, birinchi bo'lib, menda strategiya bor bolalar. Mana bu daraxtni qazib olamiz va verstak yasab, sirazi yog'och kirka yasab, 5 ta tosh qazib olishga harakat qilamiz. Xo'p, verstakni qo'yamiz. Yog'och yo'q, yog'och. Va yog'och olishimiz kerak. Endi bu yo'ldan taxminan 2 ta yo 3 ta yog'och olsam yetar. Ikkitasi ham yetar. Xullas, ana yoqda tosh ko'rgandek bo'ldim. Tezroq toshni debman, kirkani yasashimiz kerak. Shoshilganimdan gaplarim ham chalkashib ketyapti. Xullas, bu yoqda ham tosh bor ekan. Biz mana shu yoqda toshni olishga harakat qilib ko'ramiz. Sekundlarimiz ulguramiz, bemalol ulguramiz. Xo'p, bu 3-chi, bu 4-chi va 5-chi. Stop. Bo'ldi. 21 sekundda 5 ta toshni qazib oldim. Demak, bu challenge muvaffaqiyatli bajarildi. Hop, undan keyingi challenge-ga o'tamiz. Let's go. Ko'rganinglardek, biz birinchi challenge-ni bajarib bo'ldik. Ana endi esa ikkinchi challenge-ga o'tamiz. Ikkinchi challenge esa 5 ta turli xil gullarni yig'ishimiz kerak. Bu challenge unchalik ham qiyin bo'lmaganligi uchun sizlarni ham o'zimni ham vaqtimni olmagan holda videoni tezlashtirib yuboraman. Birinchi bo'lib sariq gulni topishga muvaffaq bo'ldim. O'sha sariq gulni yonidan mana bu gulni ham topib oldim. Endi bu ham gulga kiradi-ku, to'g'rimi? Shu yerdan biroz yurganimdan so'ng yana mana bunaqa oq rangli gullarni ham topishga muvaffaq bo'ldim. Yana keyingi gullarni qidirishga ketamiz. Va ancha payt yurganimdan so'ng birdan asalarilarga ko'zim tushdi va o'yladimki, u yoqda aniq gul bo'lishi kerak va o'sha tomonga suzib borishga harakat qildim. Aniqrog'i yurib borishga. Va biroz xato o'ylagan ekanman. Bu yerda hech qanday stop va gul topildi. Men bu yerda bitta ham gul yo'q deb o'ylagandim. No, gul topildi. Gulni olsam ara indamas ekan. Okey, keyingi gulni qidirishga ketdik. Va nihoyat bizning oxirgi gulimiz, ya'ni bu qanaqa rang? Ko'k rangga kiradimi shunda? Xullas, qanaqa rangligini bilmayman yaxshi. Xullas 5 ta gulni ham to'pladik. Demak, biz ikkinchi challenge-ni ham muvaffaqiyatli tugatdik. Unda 3-chi challenge-ga o'tamiz. Let's go. Bizning 3-chi challenge-imiz kichik bir ko'prik qurishimiz kerak va o'sha ko'prikka 5 ta turli xil bloklardan ishlatishimiz kerak. Bu challenge-da men mana bu 5 ta gulni to'plagan merimda davom etmoqchiman. Ya'ni mana shu yerda kichik bir ko'prik qurmoqchiman. Qani, boshladik. Doimgidek birinchi ishni daraxt chopishdan boshladim va o'zim uchun verstak yasadim. Va ikkinchi turdagi blok, ya'ni tosh bloklarni qazishga kirishdim. So'ngra verstakdan belkurak yasadimda va 3-chi turdagi blok, ya'ni yer bloklarini qazishga ham kirishib ketdim. Ko'prik uchun yetmay qolmasin deb ko'proq tosh qazishga harakat qildim. Ko'rganinglardek bizda qorong'u tushdi, lekin menda yotoq yo'q edi. O'shaning uchun xavfli sayohatga yo'lga chiqdim. Ya'ni o'zim uchun xavfsiz joy qidirish uchun yo'lga otlandim. Va yo'lda to'xtab biroz go'shtlarni pishirib olishga qaror qildim.
Va mening xayolimga mana shu yerdan ko'prik qurish keldi. Bu bizning birinchi turdagi blokimiz. Xullas, birinchi turdagi blogimizning ikkinchi tarafini ham qurishga kirishib ketdim. Undan keyin esa ikkinchi blok turi, ya'ni yerlarni qo'yib chiqishga qaror qildim. Va nihoyat doskalarga ham keldim. Bu esa 3-blok turi hisoblanadi. Va 4-blok turini qumdan qilishga qaror qildim. Va nihoyat oxirgi blok turini ham o'ylab topdim va bu 5-blok turi hisoblanadi. Buni nomini to'g'risini esa bilmayman. Va nihoyat bola, biza ko'prikni qurib tugatdik. Ishonmasanglar, hozir sizlarga 5 ta blokdan tashkil topganini ko'rsataman. Yaxshilab qaranglar. Mana bu eng birinchi blok, bu ikkinchi, bu esa 3-chi, bu 4-chi va 5-chi. Ko'rib turganingizdek 5 xil blokdan foydalanilgan ko'prik. Bu demak, bu challenge ham bajarildi. Xullas bolalar, bizning eng oxirgi challengeimiz, ya'ni 20 ta yog'och blokidan foydalanib oddiy bir kichik uy qurishimiz kerak. Qani, let's go. Doimgidek birinchi bo'lib mer yaratib olishdan boshladim. Xullas, biz merimizda spam bo'ldik va 20 ta yog'och blokini daraxtdan kavlab olishimiz, ya'ni chopib olishimiz kerak. Va o'sha 20 ta yog'och blokidan kichik bir o'zimiz uchun uy qurishimiz kerak. Qani, unda boshladik. Hozircha 10 ta daraxtni chopib oldim va yana 10 ta chopsam bo'ldi. Biz 20 ta daraxt chopib oldik va uy qurishimiz uchun endi normal joy topishimiz kerak. Yaxshiroq joyni topdim. Ana endi bu yerlarni sal tekislab o'ziga keltirib olsak va uy qurishni boshlaymiz. Va mana 20 ta doskadan 80 ta uy o'tibman. Xullas, bizda 80 ta doska bo'lishi kerak va biz buni hammasini doskaga aylantirmaymiz. 64 tasini aylantirib uy qurishni boshlaymiz.
Bo'ldi, biza deyarli uyimiz tayyor, faqat tomini yopsak bo'ldi. Tomini esa mana bu yarimta blokdan yopamiz. Uning uchun verstak yasashimiz shart. Verstak baribir bizga kerak bo'ladi. Mana bu yarimta blokdan tomlarni yopamiz. Bu bilan balki yerni ham yopishimiz mumkin. Mana bu polni shunday qilishimiz mumkin. Xullas, tomlarni yopib olamiz. Okey, biza tomni yopib oldik. Ana endi mana bu yerga derazalarni qo'yishimiz ham mumkin. Ana endi biza pollarni yopib chiqamiz. Uni oldin mana bu qumlarni olib chiqishimiz kerak. Deraza ham qo'yishimiz mumkin balki. Xullas, bizada yomon xabar bor. Bizada taxtalar butunlay tugadi. Endi yarimta blokka ham yetmaydi. Eshikka ham yetmaydi. Mana 20 ta blokda mana shunaqa uy paydo bo'lar ekan. Mana shunaqa uyni qurishga muvaffaq bo'ldim. Shu muvaffaq bo'ldim degan so'zni ko'p ishlatyapman-da. Короче, mana buni versakdan cho'p yasab, balki derazaga ham yetmas ekan. Balli. Xullas, sizlarga taktikani aytib, mana shu versakni olasizlar-da, shunday mana bu yerga qo'yasizlar, hech qaysi mob sizlarga hujum qila olmaydi. Shunday kelib mana shu yerga turib olsanglar, kreper ham, kursa ham baribir portlamaydi. Stiklet ham ota olmaydi. Bola, bu yangi kanalim tarixidagi eng birinchi video. O'shaning uchun like bilan obuna bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Если что, kelajakdan kelganlarga salom.